Bugungi kunda neologizm sifatida qaralayotgan axboriy savodxonlik, media savodxonlik, fact checking kabi tushunchalarning tarixiy milliy ko'rinishlari ham mavjud. Buyuk olim va mutafakkir Abu Rayhon Beruniy Hindiston asarida ko'z bilan ko'rilgan voqelik va boshqa birov orqali yetkazilgan xabarning, ya'ni reallik va reprezentatsiyaning farqini ko'rsatib beradi. Abu Ali ibn Sino Hakimning 3 quroli bor: so'z, giyoh, tig' deganida so'zning, axborotning qudratini yuksak baholaydi. Yusuf Xos Hojibning milodiy 1069-yilda, bundan qariyb 1000 yil oldin yozilgan Qutadg'u-bilik asarida keltirilishicha, so'z tuya burniga o'xshash, unga jilov solsa bo'ladi. Kaykausning Qobusnoma asari hargiz yolg'on so'z demaslik, hatto uydirma qilmaslik, suxango'y bo'lish, lekin durug'go'y, yolg'onchi bo'lmaslik, yolg'onga o'xshash rostni aytmaslik, behuda so'zlamaslik, so'zni uni xushlaganga so'zlash, noo'rin so'zlashdan parhez qilish, manfaatli so'zni eshitish, gumon aytmaslikka chaqirishi bilan ahamiyatli. Rabg'uziyning Qissasi Rabg'uziy asarida kelgan ibratli hikoyalar, rivoyatlar, avliyo va anbiyolar to'g'risidagi qissalarda to'g'ri so'zning ahamiyati xususidagi didaktik materiallar mavjud. Jaloliddin Rumiyning Ichingdadir asarida keltirilishicha, so'z haqiqatning soyasi va parchasidir, ya'ni o'zi emas. Bu axborot voqelikni to'liq emas, qisman yetkazishi yoki talqin o'zgarishini anglatadi.